G'urur. Hikoya. Qudalar o'zaro kelishdilar. Tobora uzoqlashib borayotgan qarindoshlik rishtalarini saqlab qolmoqchi bo'ldilar. Yigit bilan qiz uchrashdi. Qiz o'ta go'zal edi. Bo'ldi, shu uchrashuv hisob. Qudalar o'zaro kelishib to'y kunini belgiladilar. Yigit to'ydan oldin qiz bilan yana bir gaplashib olmoqchi bo'ldi. Uyidan chiqiboq taksi to'xtatmoqchi bo'lgan qiz "Zebo" degan ovoz kelgan tomonga qaradi. "Iya, Shokir-ku, kuyov to'ra. Keling, yaxshimisiz?" Salom bermadi-ya. Yigitning xayoliga kelgan fikr shu bo'ldi. "Yuring, avtobusda ketamiz", dedi yigit. "Men avtobusda yurmayman, o'rganmaganman", dedi qiz yigitga dadil tikilib. "Andishasizroq ekanmi?" o'yladi yana yigit. "Mayli, o'zingiz bilasiz." Shokir yuragi jizillab tursa-da, g'urur otliq bir narsani izmida ortiga qayrilmay ketdi. Qiz ichida "Judayam ko'rkam yigit ekan, ko'zlarida sehr bor ekan", degancha qoldi. Shu kuni Shokirnikida qiyomat bo'ldi. To'yga bir oy qolganda bu qizga uylanmayman deb turib oldi. Onasi yig'ladi, otasi baqirdi, bezrayib turaverdi. Buvasi qudanikiga bordi, boshini egdi. To'yni to'xtatmoqchi ekanligini aytdi. Qizni otasi Shokir bilan bir marta gaplashib ko'rishni so'radi. Faqat o'zlarini uylarida. Buva ko'ndi. Shokir hashamatli darvoza qo'ng'irog'ini bosar-bosmas uni basavlat erkak Zeboning otasi kutib oldi. "Assalomu alaykum." "Va alaykum assalom. Keling bolam", qo'shqo'llab ko'rishdi ota. "Uyga yuring." Ota gap boshladi. "Zebo, orim, nomusim. Uning fotihasi buzilgani mani o'lganim. Bu mashinamning kaliti. Sizga. Qizimni kechiring, erkalik qilgan, yoshlik qilgan. Mana ko'rasiz, o'zi yomon qiz emas. Mashinangiz kerakmas, Xudoyim dastimga baraka bersin." Shokir o'rnidan turib xayr ma'zursiz keta boshladi. "Bolam", deganicha qoldi qizning otasi. Taqdir emas ekan-da, to'y bo'lmadi. Oradan yillar o'tdi. Ertalab ishga shoshayotgan Shokir ayolining bugun gapga borishini eshitib tutaqib ketdi. "Gapga to'yasanmi o'zi?" Shallaqilikni kasb qilib olgan Nilufar uyni boshiga ko'tarib shang'illardi. Shokir cho'ntagidagi pulidan gulkiraga yetadiganini olib, qolganini ayoliga uloqtirgandek qilib otib ketdi. Hayotdan tobora bezib borayotgandi. Avtobusga amallab chiqib oldi. Joy topib o'tirib olmasa, hademay tiqilinch bo'lib ketadi. Ana, bitta joy bo'sh ekan, Xudoga shukr. Xayol surib ketaverdi. Bir payt yonidagi ayol "Tushmasangiz o'tib ketay", dedi. Shundagina sherigiga qaradi. "Zebo, assalomu alaykum." "Va alaykum assalom. Siz avtobusda yurmasdingiz shekilli", uzib oldi yigit. "Sizning ham dastingizga hali mashina bitmabdi shekilli", dedi ayol. So'ng shundoqqina yonidan o'tib tushib qoldi. Yigit uning ortidan tikilib qolarkan, yillar mobaynida uni eslamagan biror kun bo'lmaganini ich-ichidan tan oldi. Avtobus esa odamlarni o'z bekatida qoldirib ketib borardi.